Endi men xizmatga o'tib ketsak bo'ladi-da. Tiyinchiq emas. Tiyinchiq emas. Uchinchisi xurofotlik. Xurofotlik. Xurofotlik degan nima? Xanzu tilida mi shin mi aytdim bo'lash, mastan bo'lash, shin cho'qinish, ishinish degandek ma'no. Ikkisini qatgandan keyin bu nima bo'ldi? Qarg'ulachi agishish, qarg'ulachi ishni bo'ldi. Xurofotlik nuqul bir din yoki ma'lum bir qavmning narsasi emas. Ma'ni biz xurofotlik. Nas xurofotlik bizda bama, ba, qattiq yig'ir va e'lon xurofotlik. E'lon qilingan, eliq televizorda chiqqanning hammasi haqiqatda yaxshi. Ilgir shunda hozir ayrilgan bo'ldik. Egiz bino bayanning hammasi zamonaviy. Mana Urumchida 70% egiz bino mehmonxonalar 70% bekor turib o'tadi, hatto 80% da. Zamoniylikdan deraklar. Zamoniylikdan derak beradigan ong, inkos va tafakkur. Pul xurofotlik ig'ir. Pul va hammasi bo'ldi, pullandamiz, pul va jangal sho'rpa deydigan aji bir qog'ozga. Demak biz qog'oz qurollar davrida yashayapmiz. Qanday qog'oz qurollar? Ikkimizning o'tirib ilm bilim bo'lsa, hujjatini chiqar, mana qog'ozni guvohlik tortamiz. Pulmi shu qog'oz? Degvar, xotin, bumi qog'oz? Nurg'un isil obidalar, yaxshi mazmunlar va yaxshi tajribalar, oliy bilimlar hamma shu qog'ozga bisilib o'tadi, yozilib o'tadi. Sizmi shu taklif bilan keldingizmi shu qog'ozga? Demak qog'oz qurollar davrida. Ammo pulga cho'qinish xatarlik. Pulga siz karvat setib olasiz, o'q setib olmaysiz. Tamoq setib olasiz, ishda setib olmaysiz. To'g'ri setib olasiz, salomatlik setib olmaysiz. Qur'oni Karim setib olasiz, iymon setib olmaysiz. Odam setib olasiz, qalbini setib olmaysiz. Uy setib olasiz, xotirjamlik bilan baxt setib olmaysiz. Demak, pul tan qimmatli narsani almashtirgan bir qog'oz vositadan iborat. Ammo kishilar bunga cho'qinib ketdi. Pul. Demak, mana bu pul xurofotlik. Televiziya xurofotlik. Masalan, Koreyaning filmlarining tuzuk logikalik narsa yo'q. Lekin qizlar amaliyotdan o'xil muhabbatni topolmagan ekan, Hindining kinosidan Koreyanikidan izlaydigan bo'lib ketdi. Nima ishqa? Ba'zi yigitlarimiz, ba'zi aktrisalarimizni rol to'nglatquchilik bo'lmoqda. Ba'zi ayollarimizning rol telefonchilik bo'lmoqda. Turqilamedan. Unda bo'lganda ekan, xurofotlik qilsa, "Ashunda bo'lsam" deb tamoqni, uyquni, ya'ni muhim ishlarni unutib vujudidan ashti kinoni ashtirib. Biz 30 yil televizor ko'rdik. Qasimiz kelgusimizni ko'ra oldik. Akşam 3. kanalda mening kelgusim chiqdi, ko'rdim odash. Unda gap yo'q-ku. 30 yil naqsh o'qidik. Anglab baqinglar. Aqbozotni o'qidi. Aqbozotni o'qigandan ishakka minib baqmagan bo'lish mumkin. Suv parisa, yo'pirmoq, majnuntal. Men bilan zodi qanday munosabat qolmadim. Ashuni o'qib biz o'tirib taqilib ag'ladik. Yadolma bir naqsha. Hozir tuproq bizda o'qiydiganlar naqsh chiqmadi. Biz deb qayli attayatini o'qiyamaydigan odamni men mingni topira olaman. Naqsh o'qiyamaydigandan birini topa olamsizlar. Mana emasman. Bizning bolalarimiz 3-chi avlodiki cho'g'nasini demaydi, lekin 20 cho'lponning ismini deb birdi. Hech kim to'liq bir narsani ayta olmaydi. Shunga osmondagi yulduzdan yerdagi cho'lpon chiqib ketdi. Yevropaning kinolarini ko'rib baqinglar. 20 kinosini ko'ringlar, naqshi bormikin. 50 yilda aytadigan naqshni biz 2 yilda aytib bo'lamiz. Issiq tafakkur, hayojonliq tafakkur, haqda sovuq tafakkur, qari yumor va etkir falsafa va bizda yo'qmi? Bor. Lekin biz uni az e'tibor bermayapmiz. Shu xurofotlikdan huquq xurofotlik bor. Huquq. Huquq nima deydi? Amaldor deymiz, shunami? Amalning keniga darqitiqliq qo, amalga diqqat qilsang dog' so'rab turdi degan gap. Shuni amaldor deymiz. Haliqi tur haqida mushva. Bir ish qilsang mushaysa degan gap. Shuni tur mush degan gapmiz. Buna gapni mesela optop deymiz. Optop chiqdi ketadi degan gap. Shunaqa? Buna gapni jiq. Chet el xurofotliqqa. Chet elning hamma narsa yaxshi. Chet elliklar u yerda oy tutchas emas. O'xshash. Men Afg'oniston, Nepal, men Pokistonga chet elga. Chet elning narsa emas. Milliy korxonaning narsa yaxshi emas. Shundoq. Biz siz qamit, biz Sovet Ahmedni buzib etdi. Bu Ahmedning masala yo'q.
Amıda sağa adamni meslemeyi. Milli karxana nima qilib qo'ydi? Biz tuzsiz tafakkur qilishga degan bu Uyg'ur qarindoshlarimiz hammalarida bor. Rishensivi, tuzsiz tafakkur. Tuzsiz tafakkurning xatoligi nada? Mesela ben bir adli tipişmekte ya. Töğüt koşunun dokmuşa. Kızılçırağa yıkırlar. Katna sakçısı var. Yol açılıp yakın bir yak otadı da. Delmiş çıktı bir şoför uhtak ötep gitti. Katna sakçısının karıvımda. Hiçkanda adı süzbemde. Bana tuzak tefekkür kılgalım dedi. Bu ciddi kutuluşunun maşinesi iken. Ya bu 110'un maşinesi iken. Ya bu ut uçuruşunun maşinesi iken. Ben nerede maşin dedim. Ben bir şoför ötek ettim. Ketip kalkan kallar maşinden şoförün biz gevde kılırdı da. Acırdı. Tuzak tefekkürünün zihni bana müşahede. Germaniyalık feylasufdan bir meşhur söz var. Tefekkürdeki namuratlık takdirdeki baxsizlikni keltirib chiqardi deydi. Yani qiziqqa kelib qo'yapti. Demak, imtiyoz xurofotliqqa, huquq xurofotliqqa, ya'ni-chi, millat xurofotliqqa. Qanday millat xurofotliqi bor? Bek ig'ir bu millat xurofotliqqa. Necha yilning oldida Yahudilik bek aqlli deydigan gap bor, tushunamizmi? Sadece biz Yahudi'ye yetmeyimiz. 60 trilyon üzerinde tekip takaydım benimle. Çoğunluğa 1 trilyon üzerinde tekip takan. Günde 200 motal üzerinde. 20 pesata 80 bin kıl kimilik reksiyaz bir da. Simpatik nirva, para simpatik nirva da pişki çok ağırlar. Çoğunluğun kişi kime de nurgun bileklik ağırlar. Benim bu nirva tan taksim kılıngan. Sikontaga 50 milyar kıttım hesap çıkargan kompüter mi adamınız hesap çıkan. Millet kurabat kıldı bunun kadar alakası var. Yahudi'nin mınız alaydım iken. Yahudi'nin akıllık davet bek içim sıkılı gitti. Hey, rast şunda mısın? Ha şunda dedi. İlgisini tanımağını ben akıllık dememezsem cim oldu. Doğru diyalep demem. Til hurafatlık. Palanı til yaxşı. Tilin yaxşısı nima? Arap tili, asal til, Fars tili, şeker til. Türk yani Uygur tili nima til? Hüner til. 30 kere 124 xil shakl. Hammani o'xshash chiroyli tilab yozildi. Amerikaning Mego, Fransiyaning Fago, Jenvaning Geneva, Havani Shavinji demaymiz. Ang, til, tarjima, anglish o'xshash. Yumshoq. 30 kishining sonlari o'xshash. Shunga tilda balani til yaxshi. Leksik yaxshiroq rus til. Ifodalash qiymati yuqoriroq o'tkirroq arab til. Lekin Uyg'ur tili, turk tili qilishmaydi. Bunga yani biz Mahmud buvimizga rahmat desak bo'ldi. Rahmat. Şun bu xurafotlik qarıqlar çoqunuş. Falan akam oldu, pistanın bayı hacim kam oldu deb alışmadı. Qarıqlar çoqunuş. Bilip agshish, bilip chavaqshilish naqshiga yoki o meşhur kishilarga fuqut qilish. Endi bunun ahamiyati oldu. Eliqi gaz fışqıtım küldikin, yumur anglasa. Birinci qitim hamiz faraqlı kılsa, deb küldik. Nim bo'ladi? Ha deb so'ragan. Qattiq shuniki. Ha, voy deb küldik. Keyin o'tirib, jim qiziq yumurkan deb yangi qitim küldik. Mana qarıqlar chaqisi. Gaz fışqıtım küldi biz yumurqa degan yerimiz shu. Demak, xurofotlikni biz bilib oldik, ha? Bizning atrofimizda jixmikan, mantaq aram bir qismini dedim. Yorg'on taraflarga. Unda xurofotlik zar nimasi? Fanni va e'tiqodiy asosi yo'q, barliq narsa xurofotlik. Shunaqa? Ha? Mana bu xurofotlik.